Farzand. Uni har bir so'zini hisob-kitob qilishlik kerak. Bu xato, bu harom, buni qilsang yomon bo'ladi. Endi bu narsa uchun uzoq vaqt sabr kerak bo'ladi. Besabr, betoqat bo'lgan, chidamas odam tarbiya qila olmaydi bolasini. Besabrlik bilan, beqoqatlik bilan qilingan tarbiyani samarasi bo'lmaydi. Chunki bunaqa odam nima qiladi? Bolasidan bir xato sodir bo'lsa, uradi. Allimu va la tu'annifu. Fa innal muallima khayrun minal muallifi dedi payg'ambarimiz. Ta'lim beringlar, qattiqqo'llik qilmanglar, zo'ravonlik qilmanglar. Chunki muallim sabr qilib o'rgatadigan, sabr qilib ta'lim beradigan odam yoki ota urib kaltaylaydigan otadan ko'ra yaxshiroq. Boshqalar bilan qilayotgan muomalangizda siz asl basharangiz ko'rinmaydi birodar. Chunki oshnangizga haligi fe'lingizni qila olmaysiz. Biznes partneringizga injiqligingizni qila olmaysiz. Bor deydi, tort arig'ini deydi. Ammo haqiqiy basharangiz qayerda ko'rinadi? Xotiningiz bilan, farzandlaringiz bilan qilayotgan o'rinda. Chunki qayerga boradi? Har qanday injiqligingizni, har qancha fe'lingizni ayolingizga qilasiz, bolangizga qilasiz. Demak, siz haqiqiy basharangiz, haqiqiy axloqingiz, haqiqiy xulqingiz farzandingiz va ayolingiz bilan qilayotgan muomalada bilinadi.